bitta nuqtani deb butun boshli binoingiz xato qurilishi mumkin. Buni oldini olish maqsadida Fieldmaster dasturida kalibrovka patochka funksiyasi ishlab chiqilgan. Bu funksiyani qanday qilib ishlatishni hozir sizlarga sodda qilib tushuntirib beramiz. GPSlarimiz ish holatga tayyor. Hozir biz ikkita reper koordinatalarini Fieldmaster dasturiga kirgizib olganmiz. Ularni kalibrovkadan oldin va kalibrovkadan keyin razbivka qilib tekshirib ko'rsatamiz. Birinchi bo'lib Fieldmaster dasturiga kiramiz va bu yerdan tochka bo'limiga kirib turib, hop, reper birimizni razbivka qilib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek 10 sm 40 va atmetkasida 1 metr farq beryapti. Endi ikkinchi reperimizni razbivka qilib tekshirib ko'rsatamiz. Ikkinchi reperimizda ham xuddi shunaqa holat, 40 sm, 8 sm va atmetkasida 1.30 sm farq beryapti. Hozir ko'rganingiz kalibrovkadan oldingi natijalar. Endi buni hozir bitta reperimizga kalibrovka qilib, ikkinchi reperimizni test sifatida tekshirib ko'rsatamiz natijalarini. Xo'p, birinchi bo'lib proyekt razdeldan kalibrovka patochka bo'limiga kiramiz va bu yerdan atmetik tochkani tanlaymiz. Xo'p, birinchi bo'limga известный координаты tochkaga reperni bizga berishgan koordinatalarni kirgizamiz. Biz uni bibliotekaga mana saqlanib qo'yganmiz. Xo'p, bizda hozirgi turgan reperimiz reper 2. Hurmatli chaqiramiz, mana koordinatalar tushdi va reperimizga hop vexani 3 ni to'g'ri o'rnatamiz. Urovenda ushlaymiz va bu yerda lokatsiya belgisini bosamiz. Bu yerda imo, ya'ni naklonniy funksiyasini o'chirishimiz kerak bo'ladi. Подтвердить bo'lsa avtomatik o'chadi. Подтвердить bir marta bosamiz va vexani urovenda ushlagan holda nomini qo'yamiz. Reper kalibrovka. Urovenda ushlab turib, nachat tugmasini bosamiz. Bosganimizdan keyin biz pastdagi применить tugmasini bir marta bosamiz va подтвердить bosamiz yana bir marta подтвердить bosib применить номер 0 подтвердить bosamiz. Kalibrovkamiz bo'ldi. Endi birinchi bo'lib shu nuqtani o'zini razbivka qilib tekshirib ko'ramiz. Hop, reper 2mizni razbivka qilamiz. Hop, mana ko'rib turganingizdek aniqligi millimetrda. Endi ikkinchi reperimizni ham test sifatida tekshirib ko'ramiz. Hop, mana ko'rib turganingizdek, hop, urovenda ushlab turamiz. Aniqlik millimetrda. Kalibrovka patochka funksiyamiz bizga ikkita holatda kerak bo'ladi. Birinchi holatimiz sizning reperingiz bor, obyektingizda o'sha reperingizga bog'lab ishlab ketish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bugun syomkangiz oxiriga yetmay qoldi. Syomka ishni oxirida ikkita kontrol tochka tashlab ketasiz va ertaga kelib o'sha ikkita kontrol tochkani biriga kalibrovka patochka qilib ishlab ketsangiz, kechagi syomkangiz bilan bugungi qiladigan syomkangiz bir-biriga avtomatik tarzda bog'lanib ketadi. Yanada qiziqroq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, Instrumartga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.